xotingina bormayman. O'zi qo'limdan tushib ketsin-da. O'ya kelsam urasan, bormayman men. Uka? Ye, opam keldi. Keling. Xalaskorim, opajonim keldi. Ha, endi opam keldi, ura olmaysan. Opangiz ketsin, keyin gaplashaman siz bilan. Keling, opa. Yaxshi keldingizmi, opa? Ha, yaxshi. Opam keldi, endi xotini gazini beradi. Abi hamshiradan eshitibman, ukam urib yurgan akaningiz? Ay, yo'q, odamlar quloq solmay ko'rolmas ketadi. Yo'q, opajon, yo'q tavba deng. Qarang-da, biz erga tegib ketgan bo'lsak ham tirikmiz. Holi o'lganiga yo'q. Voy. Xotin qo'limdan tushib ketdi. Opang, qo'llardan tushib ketdi. Ha, zalari yo'q, yaxshilik. Yaxshilik. Mayli, tinch o'tiringlar, men ketdim. Opa, yana 1-2 soat o'tiring qani. Jiyanlaring o'qishdan qaytibdi, aqot-paqotim qilay borib, sog'bi. Opa, to'xtang, ketmang. Siz biling. Dadasi, Ha, xotin. yo'lani men sinab deysiz? Yaxshilik. Ha?